Assalomu alaykum. Bugun Guillain-Barré sindromi haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Guillain-Barré sindromi o'zi o'tkir yallig'lanishli demilitatsiyalashgan polinevropatiya kasalliklarining eng ko'p uchrovchi turi hisoblanadi. Yallig'lanish va demilitatsiya orqali shval hujayralarini parchalanishiga sabab bo'luvchi avtoimmun jarayon hisoblanadi. Demak, shval hujayrasini eslab olamiz. U kranial nervlarning 3-dan to 12-nervgacha va periferik nervlarni ustini miyelin qobiq bilan o'raydi. Endi shval hujayralar zararlansa, motor buzilishlar, sezgi buzilishlar va 3-dan 12-nervgacha zararlanish belgilarini ko'ramiz. Keltirib chiqaruvchi faktorlar bo'lishi mumkin molekulyar mimikriya, ya'ni organizm o'z to'qimasini tanimasdan infeksiya deb o'ylab, unga immun ataka qilishni boshlaydi. Boshqa omillar bo'lishi mumkin emlash va stresslar. Infeksion omillarga to'xtaladigan bo'lsak, Campylobacter jejuni viruslardan Zika viruslar bo'lishi ehtimoli bor. Lekin hali keltirib chiqaruvchi aniq patogen aniqlanmagan. Klinik belgilariga to'xtaladigan bo'lsak, oyoqlardan boshlanuvchi simmetrik yuqoriga ko'tariluvchi muskuldagi holsizlik va falajlik bilan namoyon bo'ladi. Qo'shimcha dip tenor reflekslari ham tushadi yoki yo'qoladi. Qo'shimcha yana yuzdagi falajliklar. Ko'pincha bunda ikki tomonlama bo'ladi. Eng ko'p belgilardan biri respiratory failure, ya'ni nafas yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi. Bularga yana qo'shimcha ravishda bo'lishi mumkin avtonomik buzilishlar. Bu bo'lishi mumkin yurak ritmining buzilishi, arterial qon bosimining ortishi yoki tushishi va sezgi buzilishlari bilan namoyon bo'ladi. Qancha erta aniqlansa, yaxshi funksional tiklanishga erishiladi. Shu kungacha juda ham ko'p bemorlarda bunga erishilib kelinmoqda. Tekshirish usullariga to'xtaladigan bo'lsak, cerebrospinal fluid tekshirganimizda oqsil miqdori ortgan bo'ladi. Ammo hujayralar soni normal bo'ladi. Bu albuminositologik dissotsiatsiya deyiladi. Davolash taktikamiz qanaqa bo'ladi? O'pka ventilyatsiyasini yaxshilovchi amaliyot qilamiz. Ya'ni kislorod apparatiga ulaymiz. Keyingi taktikamiz plasma exchange, ya'ni plasmafares qilamiz va intravenöz immunoglobulinlardan foydalansak bo'ladi. Bu yerda yozishicha gormonlardan foydalanish foydasiz demoqchi. Ammo ba'zi bir adabiyotlarda steroidlardan foydalanasan deb bergan. Endi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra biz yaqinda Jahon nevrologlar assotsiatsiyasidagi konferensiyaga miya jamoasi bilan qatnashdik. U yerda steroidlarni davolash, ya'ni first line terapiyaga, first line treatmentga yozyapti. Birinchi tartib dorilar qatoriga gormonlar, plasma exchange, immunoglobulinlarni yozyapti. Bu ham steroidlar arzon va immun atakani yaxshi bosib beradi. Endi immunoglobulinlarga to'xtaladigan bo'lsak, immunoglobulinlar biz yaqinda bir bemorda foydalandik, juda ham qimmat. Donasini o'zi 3,5-4 million turar ekan. Shuning uchun steroidlardan foydalanamiz.